Men Valijon Shamshiyev bilan gaplashib turaman-da, 20 yasharligi bilan. Yaqinda tortishib qoldim. Men kuchliman dedi u. Ha. O'shga men kuchliman sendan dedi. Men kuchliman dedi. Uchirozing, men kuchliman dedim. Ana meni kuchliligim. Sen dedim, uying bormi dedim. O'ylanib qoldi. Yo'q dedi. Hali Toshkentda uy olganim yo'q dedi. Ko'rdingmi? Dedi, meni uyim bor. Mashinang bormi? Mashinam bormi? Mashinang bormisan? Hijolat bo'ldi. Ko'rdingmi? Metroda yuribsan dedi. Kuchli ekanmanmisan? Indamay turibdi. Muxlislarim bor meni, ko'rdingmi dedi. Qancha meni muxlislarim bor. Yana hali unchalik muxlising yo'q dedi. Kuchli ekanmanmi desam, termilib turib, baribirligi o'zining gapida turadigan-da Valijon. Ha. Baribir men sizdan kuchliman dedi. Qanaqasiga sen kuchlisan? To'g'ri, siz uyingiz bor, mashinangiz bor, pulingiz bor, muxlislaringiz bor. Zato men dadam bor.